Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek. Qutlug'qon romani. Roman 1937-yilda yozila boshlangan. Roman 1916-yilgi milliy ozodlik qo'zg'oloni davri haqida. O'zbek xalqining qullikka qarshi kurashi, milliy istiqlolga intilishi, zulmga, bosimga qarshi kurash tarixiy roman orqali tasvirlanadi. Qutlug'qon o'zbek adabiyotida milliy romantik romanlaridan biri sifatida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Oybekning Qutlug'qon romani o'zbek adabiyotida milliy ozodlik, insoniy g'urur va adolat g'oyalarini kuylagan ulkan asardir. Muallif xalqning mustamlakachilik zulmiga qarshi kurashishini, erk va baxtga intilishini badiiy jihatdan chuqur tasvirlagan. Asarning nomi Qutlug'qon. Yo'lchining o'zi yo'lda tirilgan fidoyiligi, kurashdagi halok bo'lish ehtimoli va ozodlik yo'lida berilgan qurbonlik bilan bog'liq ramziy nomdir. Romanning bosh qahramoni yo'lchi mard, halol, oqko'ngil yigit. U shahardagi qarindoshlardan mehr-muruvvat kutadi, lekin asosiysi o'zining mehnati, halolligi orqali badal to'lashga intiladi. Asarda yo'lchi timsolda xalqning orzu-umidi, mardligi va vijdoni gavdalanadi. Uning qutlug' qoni bu erkinlik, vatan, inson sha'ni uchun to'kilgan qon bo'lib, butun asarning ma'naviy mohiyatini belgilaydi. Oybek bu roman orqali o'z davrining dolzarb muammolarini ko'tarib, o'zbek xalqining uyg'onish ruhini, mehnatkash insonning kuchi va go'zalligini ulug'lagan. Shu bois Qutlug'qon nafaqat bir tarixiy davr tasviri, balki xalqning o'zligini, g'ururini va erkinlikka bo'lgan intilishini ifoda etuvchi milliy va ma'naviy qadriyatga aylangan asardir. Roman oxirida yo'lchi xalqning zulmdan qutqarish, ozodlik yo'lida kurashni davom ettiradi. O'z xalqining g'am tashvishlarini, og'ir hayotini yuragidan o'tkazadi va mustamlakachilik zulmiga qarshi chiqadi. Ammo bu kurash oson kechmaydi. Yo'lchi dushmanlar tomonidan o'ldiriladi. Uning o'limi oddiy bir insonning o'limi emas, balki xalq ozodligi uchun to'kilgan qutlug' qon, ya'ni muqaddas qurbonlik ramzidir. Asar yo'lchining o'limi bilan tugasa-da, Oybek bu o'limni fojia emas, balki umid manbai sifatida tasvirlaydi. Chunki yo'lchi o'ladi, ammo uning g'oyasi, orzusi, xalq erkinligi, adolat va haqiqat uchun kurash yashab qoladi. Ushbu asarni to'liq o'qib chiqishingizni tavsiya qilib qolamiz.